Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz kasbiy faoliyatda zamonaviy aktdan foydalanish. Ya'ni bunda biz bugun ushbu taqdimotda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari aktining kasbiy faoliyatdagi roli va ahamiyati haqida so'z yuritamiz. Aktning afzalliklari, cheklovlari va kelajakdagi o'rni ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda aktni rivojlantirish strategiyasi ham muhim muhokama qilinadi. Aktning tarifi va ahamiyati, ya'ni aktning tarifiga keladigan bo'lsak, axborot kommunikatsiya texnologiyalari bu axborotni yaratish, saqlash, uzatish va qayta ishlash uchun ishlatiladigan texnologiyalar majmuasi bo'lib hisoblanadi. Kasbiy ahamiyatiga keladigan bo'lsak, akt kasbiy faoliyatda samaradorlikni oshirish, vaqtni tejaydi va yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular zamonaviy ish jarayonining ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni hozirgi kunda 30 milliondan oshdi. Bu aktning kasbiy sohadagi keng qo'llanilishini ko'rsatadi. Asosiy akt vositalari, ya'ni bularga biz asosiy akt vositalari kompyuter va dasturlar. Bularga misol Microsoft Office, Google Workspace kabi ofis dasturlari ish jarayonini osonlashtiradi. Internetga keladigan bo'lsak, ularga elektron pochta, veb-saytlar va onlayn ma'lumotlar bazalari axborot olish va almashish uchun zarur. Mobil qurilmalar, ya'ni hozirgi telefonlar, smartfonlar, planshetlar va kasbiy ilovalar doimiy aloqada bo'lish imkonini beradi. Bulutli texnologiyalar, ya'ni Google Drive, Dropbox ma'lumotlarni saqlash va almashishni ta'minlaydi. Aktdan foydalanish namunalari, ya'ni biz hozir sohalar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Ya'ni ta'lim sohasida onlayn darslar, elektron kutubxonalar va interaktiv vositalar ta'lim sifatini oshiradi. Tibbiyot sohasida bo'lsa, elektron tibbiyot tibbiy kartalar va telemeditsina bemorlarga qulaylik yaratadi. Biznesda bo'lsa, elektron tijorat savdo hajmini oshiradi. Qishloq xo'jaligida dronlar hosildorlikni monitoring qilish uchun ishlatiladi. Aktning afzalliklari va cheklovlari. Afzalliklarga keladigan bo'lsak, ya'ni tezkorlik, aniqlik, qulaylik va arzonlik. Cheklovlari xavfsiz muammolari va texnik nosozliklar. Ma'lumot xavfsizligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Aktni joriy etish va boshqarish, ya'ni bularga biz birinchi rejalashtirish, ya'ni aktni joriy etish bosqichlari bo'lib hisoblanadi. Sotib olish, resurslarni taqsimlash. O'qitishga keladigan bo'lsak, xodimlarni o'rgatish, ya'ni shu soha bo'yicha. Xodimlarning malakasini oshirish korxonalarda akt bo'yicha treninglar tashkil etish orqali amalga oshiriladi. Kelajakda aktning roli, ya'ni bunga biz sun'iy intellekt, ya'ni hozirgi kundagi robotlar va boshqa sun'iy intellektlarni hisobga keltirsak bo'ladi. Katta ma'lumotlar, ya'ni ma'lumotlar bazalari, iot va sensorlar. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar kelajakda kasbiy faoliyatda muhim rol o'ynaydi. Sababi ko'plagan imkoniyatlarni yaratib beradi bizga. Chatbotlar va avtomatlashtirilgan tizimlar keng qo'llaniladi. O'zbekistonda aktni rivojlantirish. Bunda biz hozirgi kundagi strategiya, ya'ni raqamli O'zbekiston 2030-yilgacha degan strategiyani hisobga olsak bo'ladi. Davlat dasturlari, kadrlar tayyorlash. Ya'ni uch bosqichga bo'ldik. O'zbekistonda raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirmoqda O'zbekiston hozirgi kunda. Davlat akti sohasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha dasturlar va loyihalar ishlab chiqilgan. Muammolar va yechimlar, ya'ni muammolarga internet tezligi, ularga misol keltirgan qishloq joylarda yoki internet yo'q joylarda internet tezligi.
texnik ta'minot va xavfsizlik. Aktdan foydalanishdagi asosiy muammolar internet tezligi, texnik ta'minot va xavfsizlik bo'lib hisoblanadi. Infratuzilmani yaxshilash va xavfsizlik choralarini kuchaytirish zarur. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kasbiy faoliyatda aktdan foydalanish ish jarayonini osonlashtiradi, ta'lim sifatini oshiradi, qulaylik yaratadi va monitoring qilish, tezkorlik, aniqlik va arzonlik jihatdan muhim rol o'ynaydi. Bugungi darsimiz shulardan iborat.